Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Biz aldığın qatımda qıldığan yaxşı işlarninki farqliq bo'lib qolganligi yoki yani o'xshash ishni birini muhim bilib, birini muhim bilmay keyin qoldirib qo'yganlik bu o'lchamsiz bo'lib qolganlik haqida dars qilingan. Yani baştan tartib shuni deb keldik. Yani bu ibodatga taalluq bo'lgan ishildimi, yaxshi ishladimi? Muhim bo'lgan farz ishlarni tashlab qo'yib sünnet yoki mustahab ish bilan mashg'ul bo'lish yoki o'xshash farz bo'lgan ishninki birini qo'yib qolib birini qildigan mushunda bir tunishlarni to'g'ri tunish lozim deb mushaqda bir necha misollarni bayon qilingan. Masalan, amr ma'ruf nahy munkar. Bu farz. Yani normalda namaz o'qish, ro'za tutish, zakat berish degan bu ishlarga ko'ngil bilgan musulmonlar amr ma'ruf nahy munkar yo'q. Yani yaxshiga buyuradigan, yomonni to'sadigan. Boshqalar bilan nima ishi, men o'zim bir kishilik ibodatimni, musulmonchiligimni qildim-go deb bunda tushunib qoladigan kishilarga qarata, yani bu bir kishilik musulmonchilik bilan bitmaydi. Başqalarını mı xatırını to'sash, to'g'ri buyurish, umu namozga o'xshash farz ish. Buni ko'ngil bilish lozim deb bu bayon qilindi. Uningga o'xshash boshqa misollarda, masalan, namoz bilan ro'za o'xshash farz. Ramazonda ro'za tutgan odamlar jiq, ammo namoz o'qimaydiganlar bor. Shunga Ramazonning ro'zasi, namoz o'qish ikkisi o'xshash farz. Ikkilisini to'liq qilish lozim dedik. Ondan başqa namoz o'qiydigan, zakat vermaydigan, zakat ishiga kelganda biroz chiqimli ish bo'lgandan keyin qilmaydigan yoki qoldiradigan. Degandek, yani ba'zi namozni ba'zi o'qib o'qimaydigan yoki ro'za tutmaydigan odamlar hajga berishgan ayta qiziq odamda. Umumiy farz, ba'zi shartlik farz yani. Ba'zi shartsiz farz. Mesela namaz o'qishiningki hech qanday bir yani o'qimaslikning o'zrisi yo'q. Ammo boshqa ishlarningki o'zrisi bor. Yani hajningki shartlari bor, masalan zakatning sharti bor. Yani bu ishlarda yani zurul bo'lgan ishlarni yani qilishga tegishlik farz bo'lgan ishni bini qolib bini qilmay, yani hammasini o'zining yerida, o'z joyida ko'ngil bilib to'liq qilish lozim deb bu haqda dars qildik. Yani bunu yana qisqacha deb o'tishdagi maqsad bu keyingi gapimizni buningga ulab davomlashtirmoqchi. Bugungi darsimizda bu avval nima qilish kerak deb boshlagan biz bu kitobning boshida. Avval nima qilish kerak? Avval nima qilish kerak degani hamda insonningki yashash hayotida nurg'un ishlar bor. Diniy ishlar bor, dunyolik ishlar bor, ibodat ishlar bor, normal ishlar bor. Şunun için yani evvel nima qilish kerak deb bir bütün dedik. Bunu bir-birlab yani tafsili bayon qilinadi bu azaldan her dersimizde. Şuna aldığınki dersimizde farz ishlarni bir-biridan farqsiz holda hammasini to'liq rioya qilib amal qilish kerak dedik. Sünnet bilan mashg'ullab farzni tark etmaslik lozim dedik. Endi buni şeriatdagi ishlar olsun, başqa ishlar olsun, bunu qanday o'lchaymiz? Endi buning baldi qitqanni, kin qitqanni qanday bilamiz? Shunga avval nima qilish kerak dedik, avval uni qilish kerak, buni qilish kerak dedik. Endi hamma odam o ishni o'zining vaqti kelgan vaqtda bilmay qoldigan ish bor. Qaysi baldi qitqani to, qaysi kin qitqani to, chunki uningki hamma odamningki qarashi, tushunchasi fikri o'xshash bo'lmaganlikdan shunga buningga bir qancha misol bilan tushundirildi bu gaplar. Demek yani
evvel biz ölçemini bilgenden keyin bir xaritini bilgenden keyin yoki bir o'lchamni, undan keyin bu uzun ekan, bu qisqa ekan deganga o'xshash, hunarvan kasbidorligi bir o'lchamini bilgandan keyin bir narsa ma'munda o'ti, anda o'ti deb yasaydigan narsani qildi. Uningdek ya'ni biz bu shariat ko'rsatgan bir o'lchamni bilgandan keyin, o'lchamning asosiy tutqusini bilgandan keyin, an manidan mau yaxshi ekan deb uning farqini bilgili bo'ldi. Undan keyin avval qitqinimiz mau ekan, keyin qitqinimiz mau ekan deb buni arg'ili oldu. Şuna evvel nima qilish kerak degan gap bilan, ya'ni o'lchamning nima aloqasi bor deganda, evvel nima qildiganligini o'lchamni bilgandan keyin, buningdan bu muhim ekan deganni biladi. An evvel qildigan ish u yerdan chiqadi. Onun uchun bu ikkisini, ya'ni her ikkilisini tushunmak lozim. Evvel nima qilish kerak deganni, ya'ni o ishning o'lchamini bilgandan keyin arab tushunmak lozim. Şunun bilan bu o'lchamlar qanday bo'ldi degan bu haqda İbn Taymiyninki so'zidan bir qancha nimani naql qilib kelgan ekan bu kitobni yozuvchi olim. Yaxshi ishlar, foydali ishlarninki orasida farq bo'ladi. Demak, ya'ni buning bir o'lchami bor. Yaxshi ishlarningmi, ya'ni biz bu hajni, ro'zani, zakatni, namozni farz dedik. Shuningmi, ya'ni o'zining biraz arasida yana farq bor. Masalan, namoz farz bo'lgan odamga ba'zi haj farz bo'lmaydigan ishi bor. Unga o'xshash. Demak, ya'ni yaxshi ishlarningmi, foydali ishlarningmi farqi bor. Buning o'lchamini bilish lozim. Undan keyin qaysi balda yiqildiganligini uqul oldi. Şununla o'xshash, yomon ishlarning, zararli ishlarningmi farqi bor. Uni bir-biriga solishtirib ko'rgandan keyin uningki bakroq zararliga qarshi, az ziyonliga qarshi buni bilgili oldu. Demak, ya'ni bundan diqqat qilish va boshqalarni diqqat qildirish, to'sash ishlar bu bo'yicha solishtirib bakib, uni yetkazilib balda yiqildiganini bilish lozim. Birisi foydali bo'lgan, birisi ziyonli bo'lgan ishni normalda aqli bilan hammadan biladi. Ammo ikkisi tengtekib qolgan bir ish bor. Demak, ya'ni bir ziyonni qilmasa, yeni bir foyda kelmaydigan. Yoki bir foydani qilsa, keyin ziyon keladigan. Bunda ish ikkisi tengtekib qoldi. Bu vaqtda buni qanday o'lchaymiz deganda, ya'ni uçuktan uçuk, birisi foydali, birisi ziyonli ishni foydaligini qildi, ziyonligini qilmaydi. Buni bir qancha qatim deb o'tdik, ham deymiz yana. Bu uçuk ish aniq. Ammo foydali ish bor, cho'ng foydali ishlar. Ammo o foydali ishni qilish uchun yoki o foydaga, manfaatga yetish uchun ba'zi bir zararni qilish to'g'ri kelib qoladi. Shuningga o'xshash. Yoki az bir foydani ko'zlab, ondan keyin astın keldigan, ya'ni ko'tarib qo'yib qolmaydigan, ziyon keldigan bir ish bor. Uning uchun u az foydadan voz kechadigan gap. Demak, ya'ni ko'p foydani deb az zararni qilish to'g'ri keldi. Ya'ni ko'p zararni deb zarardan saqlanish uchun, ya'ni ko'p ziyondan saqlanish uchun az foydadan voz kechish to'g'ri keldi. Demak, ya'ni shunga o'xshash o'lchamlar. Endi buni bu kitobni yozuvchi olim Yusuf Qardaviy va boshqalar hamma kishiniki, ya'ni islom ulamolarining, ya'ni har qanday bir diniy bilim va kishiniki o'lchamida bir o'lcham bor. Yani asosli o'lchamlar. Masalan, insonda bo'lmasa bo'lmaydigan bir narsa yoki inson qilmasa bo'lmaydigan ishlar. Yoki insonda o narsa bo'lmasa inson yashayolmaydigan, ya'ni hayotga eng muhim bo'lgan narsa. Ya'ni eng muhim bo'lgan qilishga tegishli ish va yoki eng muhim bo'lgan insonda, musulmonda bo'lmasa bo'lmaydigan narsa. Ya'ni ikkinchidan, uningsiz yashag'ili bo'ladigan
Ama naiti hayat zor bo'lgan narsa. Yoki bundan keyin üçüncüsü bo'lsa naiti yaxshi bo'lgan, bo'lmasimi hayat o'tadigan. Bu ishlar bor. Hamda buni ayırıp bilib olmak lazım. Demek yani asaslığı qaysi bu hayatning. Hayatga asaslık bo'lgan narsa qaysi? Hayatga zürül bo'lgan narsa qaysi? Qo'shimcha bo'lgan narsa qaysi? Demek bunu üç türlü bilip ulamalar yani zaruriyat, haciyat, tahsinat deb üçkü bilepti. Demek bu yerda yani zaruriyat degeni hayat onunsiz bo'lmaydigan. Haciyat degeni hayat onunsiz bo'ladi ama naiti qiyin. Tahsinat degenimiz bo'lsa naiti yaxshi, bo'lmasimi hayatni yashag'ili bo'ldigan. Bu qaysilar masalan? Bu ölçem boyunca yani insanda, yani musulmanda bo'lmasa bo'lmaydigan 5 tane narsa var. Yani insan onunsuz yaşayamaydigan. Bazıları bu 6 mı depti? Yani bu birincisi mesela din. Din bo'lmasa o insanınki, o Müslümanın hayat bo'lganning faydası yok. İkinci can. Can bo'lmasa zaten hayat yok yani. Üçüncüsü nesil. Nesil dige yani bir müddet yani bir adamın hayatı yaşagan bilen bir zaman onun dinkin insan nesli tükep gidadigan. Çünkü keyin bu insanınki nesli tükep kesse yok olur yani. Onun dinkin akıl. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi mal. Altıncısı qo'shab qo'ygan bazı alimlar qo'shabdi. İffet, ar-nomus, obro'y. Bunu birden bayan qilsak, din bo'lmasa insonning bu dunyoda bo'lganning bo'lmaganining farqi yo'q yani. Hayvon bilan farqlanmaydi. Din yo'q inson. Masalan, kafirning dini bo'lmagani uchun to'rt putli hayvonning farqi yo'q. Aqli bulab bu dünyada yaşaganda qilgan bilan beş üstün ama onunki manevi hayatı, uxravi hayatı yani ahiretlik hayatı yok. Onun için bu ülekке o'xshash. Yani dini bo'lmagan Qur'oni Karimda bir necha yerda keldi o. Yani din bo'lmagan, dinni tushunmagan, dinni bilmagan, dinga ishonmagan kafirlar o ülekке o'xshash yani. O ülek hayat. Demek yani onun bo'lgan bo'lmaganining farqi yo'q. Qag'ini şu aqaqini keldi yani. Biz endi bu 5 narsani saqlab qilish yani 6 narsani saqlab qilish uchun barlig'imizni mushuningga bedel to'laymiz. Buning baldiga birinchi qilib saqlab qilishga tegishli din. Dinni saqlab qilish uchun jihad yo'li qo'yilgan. Jonni berdigan ish. Demak, yani dinni saqlab qilish uchun uning bedeliga can pida qilinadi. Can kesdi meyli, din ketmesin. Onun için bizim üstümüzde hükümranlık kılıvatkan zalim kafirlerinin yani Xitaylı bilen bizim karşılaşıp kaldığımız bu. Bizim dinini yokutuş için kılıvatkan hareketine biz karşı. Şimdi bizim halkımız umumuzluk yani Müslüman evladı boğaçka İslam dinini tutup gelgen bir halk. Bu halk üstüde dinini tutmagan yani dini olmagan bu kafir milletinin bunun üstüde hükümranlık kılışı tamamen bununki yani dinini yok kılış için kılıvatkan hareketli boğanlık için biz şunu bunun karşı. Yani dinini saklaş için dinini saklaş için cene pida kılınsa şunu şehit oludu,
deb, yani dinni saqlayman deb zulmga uchrab o'lib ketgan bo'lsa, shahid bo'ldi deb o'tanda, o'sha dinni saqlash yo'lda nurg'un fidokorlik qilgan, bedel ötügen xalqimiz, yoshlarimiz bor. Allah ko'plagan ajr bersin. Yani dinni saqlab qilish uchun jihad yo'li qo'yilgan. Dinni saqlab qilish uchun bizning vatanda, yani diningni yo'qtiman, sen musulmon bo'lib yashamay, kafir bo'lib yashasang, biz bilan birga yashaysiz, bo'lmasa yashamaysiz degani uchun, yashasam din bilan yashay, yashamasam o'lay deydigan yerga yetdi. Ondan keyin can. Yani canni qo'dab qilish uchun har qanday jonliq qo'ldan kelishcha mudofaani qildi. Hatta hasharatli. Shipir shapini anglasa qaçıdı yani canni saqlash uchun. Demak, yani har qanday jon egasi o'zining jonni saqlab qilish uchun kuchining yetishicha uningga mudofaa qilishga tayyor turdi. Neslini saqlab qilish. Biz neslimizni saqlab qilish uchun jihad qildik. Neslimizni saqlab qilish uchun nurg'un qurbonlikni berdik. Demak, yani bizning neslimizni qo'rqitmoq uchun tug'utchaklagan, ayollarni tug'mas qilib qo'ygan degandek bu zalim hokimiyatning bu ishiga qarshi turdik. Chunki nesl qurib ketdi bir zamondan keyin bu musulmonchilik Uyg'ur musulmonning Sharqi Turkistonda bo'lib yani yashashi davomlashib mangmasa, yani kafirlar shuning uchun harakat qilaylik, yani bu neslni qurtib olsak, uning o'rniga o'zimizning neslidan bo'lsa xotirjam yashaydik deb musulmon neslini, bizning Uyg'ur xalqimizni yo'q qilayotmoq uchun, neslini qurtish uchun harakat qilyapti. Buningga qarshi bizning xalqimiz harakat qilaylik. Demak, yani neslini saqlab qilish bu har qanday bir musulmonning farz bo'lgani uchun bizning ustimizdagi zolimlar neslini qurtib o'tish uchun qilayotgan harakatiga bizningki xalqimizning, musulmon xalqimizning qarshi qilayotgan qarshiligi, yani bu Allohningki buyurgan farzning biri. Aqlni saqlab qilish. Aqlni saqlab qilish uchun shunga Alloh taolo haroqni harom qilgan, aqli ketib qolgan bo'lg'achqa. Aqlni saqlab qilish bu bir farz. Endi aqlni saqlab qilish faqatla odamning jismiga zararlik yoki aqlni ketkizadigan narsani iste'mol qilish bilan emas, balki yani aqlni saqlab qilish, fikrini saqlab qilish demak. Shunga bizning xalqimiz yani o'zimizningki avlodining aqlini saqlab qoldik, shu diniy aqlni, yani diniy bo'lgan, yani islom dinining engini aqlida saqlab qoldik deb kommunistning maktabiga bermaydi. Ani maktabda kommunist qilib, dinsiz qilayotgandan keyin uningki aqli ketdi degan gap. İjtimoiy hayotda normalda aqlni ketkizadigan narsalarni iste'mol qilish harom. Shunga aqlni saqlab qilish uchun barliq kuch bilan buningga tirishchilik qildi. Undan keyin molni saqlab qilish, mal bo'lmasa yashag'ib bo'lmaydi yani. Yemek, ichmak hamma narsa, yani insonning foydalanadigan narsalar hammasi molga tava, mol. Yani bu bo'lmasa yashag'ib bo'lmaydi. Uning uchun malni saqlab qilish farz. Endi shu kommunistning qonunida kishilik huquq yo'q, shaxsiy mulk yo'q degan bo'lg'achqa, shunga malni saqlab qilish uchun biz unga qarshi turdik. Burungi zamonda bizningki ajdodimizdan mal mulk, boylik degan narsani, shaxsiy mulkning hammasini mavzuida uning zamonida bu kommunizm tatib etgan. Hozir mulkni qo'lga berdik, hammadam ishlasa o'zi boy bo'ldi, o'zing oldu degan bilan ko'ryapmiz, u yerda yani din tutgan boy yashash ruxsat yo'q degandek, yani biraz dindar bo'lgan odamningki boyligini
her tarafdan, her sebep bilen bana sebebini göstüp, pullarını musadir kılıvatkan, toğultuvatkan, yoki tatip algan işle var yani Kroatimiz. Demek yani biz mal için, malını saklap kalış için kapıra karşı tuttuk. Ondan keyin obro'y iffat nomus. Yani bizning qiz bola vaqalarimizga, ayol bola vaqalarimizga boshqa bir kishininki chaqilishi yoki uni obro'yimizni tushiradigan, iffatni tushiradigan ishlarga qarshi turishimiz bu farz. Uning uchun biz yani iffat ar-nomusi bo'lmagan odam al-qatirda bo'lmaydi. Onunki yaşığını yani obro'yu yo'q, yüzüm çıkıp ketadigan bir gap bor, xato ish qilib yüzü çıkıp ketadigan. Yüzü çıkıp ketgandan keyin bu al-qatirda yaşayolmay qoldi. Şuna onun bo'lgan hayotda lazzat bo'lmaydi, islomiy hayot bo'lmaydi. Onun uchun bu nomus iffatni saqlash, obro'yini saqlash bu 6-cı vacib zurul deb uni zurul qatirga ilg'liq. Endi buning uchun nima ish qildi endi Xitoylar bu iffatni tatib oldi. Demek yani kızlarımızı içki ülkelere gelip özü xalagancha iş qilsaldi veya başka yani her cihette kız ayollarni dafsanda qildi. Biz bunun karşı. Onun için yani demek bizning xalqimiz musulmon bo'lgani uchun mushu 5 narsani, mushu 6 narsani saqlab qolishninki eng muhim insonning hayotiga bo'lmaydigan narsa bo'lgani uchun Xitoy bilan qarshi kelgan taraf bu. Bu 5 narsani saqlab qolish uchun her yerde hazır turish lazım. Bu yolda can kesse Allah şehitlik derecesi verdi. Şuna vatanimizdeki halk muşunun için qattiq tirishib harakat qiladi, qilyaptiqliq. Bundan keyin muşunun ching turishi bu Allah subhanahu va taolaninki buyurgan vajibi hem insonga yani qilishga tegishlik zurul. Bu bo'lmasa hayotninki lazzat olmaydi. Hech qanday bir ma'nosi bo'lmaydigan. Onun için bu narsalar, bu 5 narsani saqlab qolish uchun bo'libmi bizning Sharqiy Turkiston xalqininki eng zurul bo'lgan ishlari. Bütün musulmonlarga zurul bo'lgan ish, ama bizning vatanimizda xususan bu kafir bu 5 narsaning hammasini yo'qotadigan bo'lg'achqa teximiz zurullab qoldi. Başka davlatda masalan hech kimning mulkiga çakılmaydı bir şey. Devlet hiç kiminin mülkünü ele almaydı. Ayallığını defsende kılmaydı. Başka devletlerde, Müslüman devletlerde. Neslini kurtulduğu iş kılmaydı. Akılını yoktuduğu işini kılmaydı. Kança zalim hakimiyet olsun mu? Bu iş yok yani. Bu içtimai hayatlarda var bu işler. Ama hakimiyet tarafından kelgan zulümde yok. Nefsini yo'qotadigan işler. Dinni yo'qotish uchun qilayotgan harakatlar yo'q dunyoning hamma yerda. Faqat dinni yo'qotish uchun. Dinni tutaman deb musulmonlarning bütün tirishchanligi buningda. Ama bizning xalqimizningki yana bu 5 narsaning hammasini yo'qotishga urinliq. Onun uchun boshqa musulmonlardan bakroq bizningki Sharqiy Turkiston musulmon xalqi tik turish lazım demekçi. Buningdan keyin endi hajiyat deb buningki misolini berilmabdi bu yerda. Shunda olsa yani hajiyat deganimiz u bo'lmasa-mu yashag'ili bo'ladi. Nayt tas yashag'ili bo'ldi. Yani hayat bo'ladi ama bek zor. Tas yashag'ili bo'ldigan narsalar. Tahsinat deganimiz bo'lsa ayt yaxshi, bo'lmasa-mu ketib boradigan ishlar. Endi buni qag'ini davomi boshqa darslarda to'liq bayon qilinadi bu gaplar. Bu yerda qisqa-qisqadan bir misol shaklda bayon qilindi. Undan boshqa ilgari qilishga, avval qilishga tegishli ishlar, masalan, foydasi aniq bo'lgan ish, foydasi gumonliq bo'lgan ishning
aldıda buldu. Demek yani bir işninki paydası bulamı bolmasmı dep tahmin kılıngan işini koyup kap, yani bunun paydası iniq ba dep cezmeligen işini evvel kılış gerek. Kiçik işten çoğ işini, kiçik paydalık işten çoğ paydalık işini baldi kılış gerek. Şahsi menfaatlik işten umumga menfaatlik işini baldi kılış gerek. Endi bu şunda hata ketildi bizning dünyada hamma insan musulmonlar. Yani özünün davamlı kılıqı şahsi menfaatini bekar koylaydigan. Umumning menfaatini ikinci o'rinda qo'ydigan. İslamiyetde umumning menfaati birinci o'rinda, şahsi menfaat ikinci o'rinda turdi. Özüңni bil, başqani qo'y degan gap bu ta'tir tashviqat. Şuna bizning vatanda umumning ishniga ko'ngil bilsalik, davlatning Xitoyning ishiga ko'ngil bilgan bo'lib qoldi deb, hammadan o'zining shaxsiy ishiga ko'ngil bildigan bo'lib qoldik. Ammo islom va musulmonlar yashayotgan Arab davlatlariga o'xshab boshqa davlatlarda, ya'ni musulmonlar ko'p yashayotgan davlatlarda, ya'ni umumning manfaatiga ko'ngil bilgan ishlar bor. Demek yani umumning aslında Peygamber Aleyhisselam'ның zamanında yaşayan sahabeler umumning menfaatini şahsi menfaatiga ilgiri qo'ygan. Yani her qanday yerde umumning menfaati birinchilik ko'z tutildi. Şahsi menfaat ondan keyin. Ko'p menfaat az menfaatdan ilgiri turdi. Daim bulduğun menfaat paydalık iş, bazı bulduğun paydalık işten ilgiri keldi. Demek yani bazı devamlı kıldıgan bir menfaat paydalık iş var, bazı ara kıldıgan paydalık iş var. Ara kıldıgan bazı paydalık işinde devam bulduğun paydalık işini taşıvatması lazım. Demek yani en addi misal, bir adamın devamlı kirim bulduğun bir işi var, ama bazı da aralıkıldan koşumçu kirim bulduğun bir iş var. Koşumçu kirim bulduğun işi hali cık boğanda künüdü, ama devam boğduğun için devam boğduğundan az yani o. Bazı insan kıskını kurduğun boğaçka aralıkılda bulup kalgan bir paydalık işinden ayrı çoğun kürep getip devamlık işini üzüp koyduğun iş var. Demek yani devam boğan iş bu bazı boğan işten ilgiri durdu. Yani baldiye kılış gerek. Devam taşıvatması gerek demektir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi demek gerekli, yani işninki en yaxşısı en devam boğunu dep. Asaslık işler şekli işga ilgiri durdu. Demek yani cevheri boğan, asaslık boğan paydalık işini o şekli yüzeki boğan paydalık işten burun kılış gerek. Demek yani asaslı köngül biliş gerek, hoşumçu iş keyinden keldi. Şuna hazır dünyada sanaatı danga çıkan devletlerninki kılgan işlerde Xitay nimbosu meyle şekli çaylığı oldu da fikirnişki yasap kılgan birmeler bir caçıqılı. Japonninki meyle başka devletinin malları onunki cevherige asasıqı dikkat qılgan üçün, köngül bilgen üçün o pişir işlep çıqırılıq asan buzulmaydıgan. Demek yani işninki yüzüski dikkat qılıp onu şekillen qılıp onun paydası bolğandan, demek yani onun asasqı köngül bilinse bu paydalık buldu. Demek bu asaslık tarafiga köngül bilip onu baldiye kılış gerek, köngül biliş gerek demekçi. Ondan başka asaslık işki köngül biliş, koşumçu işka onu ikinci oranda koyuş meselesi de Peygamber Aleyhisselam'ınki hayatında ötken mesal var. Peygamber Aleyhisselam Sülh-i Hudeybiye kilişimi. Yani hicretinin 6. yılı Peygamber Aleyhisselam Hudeybiye degen yerde kafirlerden sülh kılgan. Bu sülhide yani kısaca aytsak, bu sülhide bir qancha türlük kılıngan toktam imzalangan.
10 yılgacha urushmaydigan, Mekke'den Medine'ge bir kim Müslüman bulup bası onu qaytıp berdigan, Medine'den bir kim Mekke'ge murtatılap kesse onu qaytıp vermeydigan. Demek yani biraz almaş boğan, bulap qalgan bazı bir toxtamlar tüzülgen. Bu toxtamda yine Bismillah dep yazılgan xat yazıp boğandan keyin Bismillah'ni 3 ötüp Bismikallahumma dep yazılgan. Muhammedur Resulullah dep yazıtqayaga Muhammed ibn Abdullah dep yazılgan. Bununla bazı Müslümanlar, sahabeler narazı olgan. Biraz yani bu yerde Müslümanlığa biraz düşkünlük buldu, tüvellik olap qaldı. Muşunda mı şulamdı degendek nim qilgan, ama bu iş hikmetlik Peygamber Aleyhisselam kelgüsünü oylagani üçün bazı bir nimelige maqul degen. Çünkü muhim bolğany tinchlik bilen, tinch amallik bilen bir zamanni ötküzüp, yani İslam devletini kurup almakçı, İslam devletini kuchga ega qilib almak, qilib elish maqsad bolğanlyk üçün bazı işlerini onunla meyli qilib atgan. Demek şununla oxşaş, yani asaslık maqsad qilingan iş evvel turdu, başka işler ikinci oranda turdu. Demek her qanday işninki muhim bolğanyga köngül bilish kerak, bunu baldy qilish kerak. Demekçi bunundan başka tafsilatını az-azdan, yani qaysi işte qaysini baldy qilish kerak degan haqda her türlük iş var insanın yaşam hayatıda. Hemmini birden-bir keyinki derslerde bayan kılındı. Kelaki dersimizde inşallah yani yaman işinin, fasat işninki, zararlik işlarninki bir-birde farklı bulduğunluğu, bunundan saklanıştı mı, yani özününki tertibi bilen biliş lazım. Bunu kelaki dersimizde bayan kıldı inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.